Sizlar bilan Dilazek To'rayev 1434 kanali. Biz bugungi videoda mana bu yerdan agent ochib ko'ramiz. Kelganlik bugungalik hisobit, ya'ni birinchilardan bo'lib yutdim. Va birinchi demayman, birinchilardan bo'lib yutdim. Shunga mana bu yerdan ochib ko'ramiz. Xo'p, kim tushar ekan? Men o'zim taxminan hozirgacha 5 ta olganman. Vuskovic tushsa kerak deyapman, xorvatiyalik futbolchi. O'zim xohlayotganim shu derasa ketdi, shu tutsa yaxshi bo'lardi, lekin ko'p 84liklar olganim uchun yana bu yerdagi Vuskovic tushsa kerak deb o'ylayapman. Yana ko'ramiz. Xo'p, kim tushsa ham farqi yo'q, lekin braziliyalik. Yana kim bor edi? Braziliyalik Thiago bo'lsa kerak. Yana 84lik. Yoki da Thiago emasmi? Thiago. Yaxshi. Eng kuchli strikerni oldik hozir. Yana bir 84lik futbolchi. Hujumchilarni o'zi 2 ta bor edi, hujumchi, tuzolish hujumchi emas. Hujumchilarni olib bo'ldik. 3 ta bor edi, Suarez bilan 3 tasini ham olib bo'ldim. Bu Brutosan bir kuchaytirsa 5 ta 100 chiqadi, katta ehtimol bilan. Mana Suarez, Yıldız hamda Thiago'larni oldik. Ajoyib. Yana olaman. Xudo xohlasa keyingi videolarda ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.